Men o'zim musofir yurtdaman, lekin ota-onamni umraga jo'natmoqchiman. Men to'lov qilsam, ota-onamga shunaqa biletlarini rasmiylashtirib, vizalarini rasmiylashtirib beralasizlarmi degan obunachilarimiz uchun bugun Xudo xolasa Hikmat Travelga yetib kelganmiz. Videoda oxirigacha ko'rib tursalaring, aynan musofirda ishlab yurgan akalarimiz uchun Xudo xolasa yangiligimiz bor. Sizlarga chiroyli qilib tanishtirib berishga harakat qilamiz. Abdug'ofur akaning oldiga yetib kelganmiz. Aytib o'tganimizdek, Hikmat Travel. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli podpishchilar. Aka, o'tgan safar video qo'yganimizdan keyin ko'pchilik kommentariyaga yozishibdi. O'zim musofir yurtdaman, to'lov qilsam, ota-onamni qizil pasportini tashlab bersam, vizaga, biletga rasmiylashtirib qo'yaverasizlarmi deganlar uchun bitta savollariga javob berib ketsak aka. Xo'p bo'ladi. Mana shu ekranga yozib qo'ygan nomerlarimizda Telegram bor. Aha. Bemalol aloqaga chiqib, ota-onalarning pasportlarini, ota-onalarimi, yaqinlarimi, aka-ukalari kim bo'lishidan qat'iy nazar, pasportlarini tashlab berishsa, bo'ldi, biz joylarni bron qilib qo'yamiz. Aeroportga nechida borish, nechida kim kutib oladi, hammasini tushuntiramiz. Borib uchib ketishaveradi. Joylarni bemalol onlayn bron qilishsa bo'laveradi, xudo xolasa. Aha. O'sha boshiga qanchadir miqdorda pul tashlab bersa, vizalarni chiqarib bergandan keyin, aeroportga borgandan keyin qolganini o'zim yaqinlarim, akam bor, ukam bor O'zbekistonda deydigimiz, olib bersam unaqasi ham bo'ladi. Qabul aeroportda to'lov qilishveradi qolganini. Yo'q, men to'liq qilaman deganlarga ham unisidan muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Xudo xolasa. Telefon qilsa yana tushuntirib beramiz. Telefon qilsa yana to'liq qilib tushuntirib beriladi. To'liq qilib tushuntirib beriladi. Endi shart-sharoitlaridan aytsak-chi. Xo'p bo'ladi. Xo'p, Madina Munavvarada gastitsamizni nomi Divan Al-Hijra. Uzoqligi 200 metr. 200 metr. Xo'p, Makka mukarramada Sama Al-Misk gastitsamizni nomi uzoqligi 800 metr. Zo'r. Xo'p, ovqatlari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari. Makka mukarramada 3 mahal o'zbek milliy. 3 mahal. Aha. Bundan tashqari Madina ziyoratlari, Makka mukarrama ziyoratlari va Qizil dengiz sayohati buni o'z ichiga oladi. Zo'r. Xo'p, endi ko'pchilikni qiziqtiradigan savol 50 bosh xizmati. 50 bosh masalasi. Aeroportdan 50 bosh iloji boricha billa borib, billa keladi inshaalloh. 50 boshimiz. Bundan tashqari firma tomonidan so'mka beriladi, kamzil beriladi, bejik beriladi. Va vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz iloji boricha. Endi qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi. Bonus sifatida qo'shib beriladi. Gap yo'q. Zo'r. Qachonga reyslar bor deganlar uchun aka, iyul oyiga xudo xolasa reyslar ochildi menimcha. Iyul, avgust oyiga ham reyslarimiz. Avgust oyiga ham ochildi. Hozir iyul oyinikini chislolarini aytib o'taman. Avgust oyida boradiganlar ham aloqaga chiqinglar. Avgustda ham chislolarini aytib beraveramiz. Prost hozir Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reysimizni iyul oyini chislolarini aytib o'taman. Toshkent Jidda yo'nalishimiz 6-iyul, 9-13, 16, 20, 23, 27 va 30-iyulda kunlar reyslarimiz bor. Buni narxini $995 qilib beramiz. 995. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reysimiz. Biz Vodiydan bormoqchimiz deydiganlar uchun Farg'ona Jidda yo'nalishimiz bo'yicha reyslarimiz qo'yilgan. Iyul oyini chislovlari Farg'ona Jiddaniki 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 va 31-iyulda kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Farg'ona reyslar. To'g'ridan to'g'ri reyslar. Buni narxini $1025 qilib beramiz. Farg'ona Jidda. $25dan Farg'ona Jidda yo'nalishini qilib beriladi. Zo'r. Endi shatdagilar to'lov masalasini, shatda odamlarga to'lov masalasini O'zbekistondagilarga. Xo'p, respublikamizda 3 ta viloyatda ofisimiz bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Xolasi ofisga kelib to'lov qilishsin yoki-da aytganimizdek, xolasi mana shu nomerlarda Telegram bor. Onlayn joylarni bron qilsa bo'laveradi. Pasportlarni tashlab berishsa bo'ldi. Qolganini o'sha tushuntirib beramiz. O'sha Zagram pasportlarini tashlab berishsa bo'ldi, xolasi. Pastda nomerlar turibdi, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi, xudo xolasa. Ko'pchilik bormoqchi bo'lganlarga ham yana aytilgan narxdan skidkalari bor aka. Xudo xolasa 4 kishidan ortiq boradiganlar uchun bu aytgan narxlarimizdan ham yana jindekkina skidka qilib beramiz. Yana skidkalari bor, xudo xolasa. Mana bemalol aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Aloqaga chiqsalaring bo'laveradi, xudo xolasa. Pastda nomerlar turibdi, WhatsApp, Telegram, hamma narsa bor. Telefon qilsalaring, yanadir qanaqadir savollar tug'ilgan bo'ladigan bo'lsa, savollaringga to'liq qilib javob olishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.